Mana shu ko'rib turgan Captivalaringiz bir vaqtlar 28 mingga sotilganini ko'rganman. Endi vaqt o'tib bu mashinani narxini so'rang. Mana shu ko'rib turgan Captiva mashinasi 2.4 motorda narxi 6900 ga berib o'ramiz deyapti. Xo'p, balon holatlari razmerda balonlari. Xo'p, mashinani ozgina mehr beradigan joyi bor ekan, lokidonlari bor ekan, video registratori bor, mexanika korobkada konditsionerlari ishlar ekan, monitorlari bor, multirul, hamma narsasi elektronika. Men sizga shunaqa arzon mashinalar topib qo'yapman, siz obuna bo'lmasdan ko'ryapsiz xolos. 7 o'rindiqli Captiva mashinasini 30% kraskasi bor ekan. Kelishib qolsangiz tekshirtirib olasiz. Tabletka propani bor ekan. 2011-yil 2.4 объем motorda narxi 6900 ga beramiz deyapti. Egalari nomerini qoldiryapman.